Assalomu alaykum aziz do'stlar. 1946-yildan toki 1948-yilgacha Sharqiy Turkiston Jumhuriyati davrida nashr qilingan kurash jurnali haqida ozroq ma'lumot bergim keldi. Bu kurash jurnali bizning 20-asrning birinchi yarmida Sharqiy Turkistonda nashr qilingan yirik jurnallarning biri bo'lib hisoblandi. Ya'ni kurash jurnali mustaqil Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining Sharqiy Turkiston hukumatining qarmog'idagi bir erkin matbuot bo'lganligi uchun u ayni vaqtda Urumchi yoki Qashqar va boshqa joylarda nashr qilingan gazetlar ham jurnallardan tub farqli edi. Uning farqli taraf qayerda deganda, u mustaqil bir davlatningki nashriyoti bo'lganligi uchun, nashri bo'lganligi uchun uningdagi fikr, so'z, uningdagi maqola yozish erkinligi butunlay mustaqil edi. Albatta, shu vaqtdagi 45-yildan toki 49-yilgacha Sharqiy Turkistonning qolgan 7 viloyati, ya'ni Xitoy Jumhuriyati, Xitoy Gomindang hukmronligi ostidagi 7 viloyatda bo'lsa, garchi Uyg'ur ziyolilariga va boshqalarga nomda erkinlik bergandek, nomda ularning yozish erkinligi, so'zlash erkinligi berilgandek ko'rilsa-mu, amaliyotda u yerda hech qanday matbuot erkinligi, erkin azod yozish huquqi yo'q edi. Albatta Sharqiy Turkiston Jumhuriyati toki 1945-yili 10-oygacha bo'lgan aralıqda Sharqiy Turkistonning 3 viloyatidan tortib janubdagi Qashqarning atrofi Yakan, ham Oqsuvogacha bo'lgan, hatto Qarshiyning bir qism joylarigacha ozod qilib bo'lgan bo'lsa-mu, lekin shu vaqtdagi xalqaro siyosiy vaziyatning o'zgarishi, dunyo vaziyatining o'zgarishi, Sovet ittifoqining bu inqilobga berayotgan yordamlarini to'xtatish, shuningdek uning Sharqiy Turkiston Jumhuriyati va Sharqiy Turkiston inqilobini qo'llash strategiyasini o'zgartirishga majbur bo'lgan edi. Mana shu majburiyat tufaylidan Sovet ittifoqi Sharqiy Turkiston hukumatini Manas daryosi bo'yida qo'shinlarining davomli Urumchiga hujum qilishini to'xtatib, Xitoy Gomindang markaziy hukumati bilan, ya'ni Urumchidagi Gomindang hukumati bilan emas, shu vaqtdagi Chongqing, Nanjingga markazlashgan Xitoy Gomindang markaziy hukumati bilan suhbat o'tkazishga qistidi. Shu vaqtdagi 11 moddalik bitim, shu vaqtdagi tinchlik suhbati deganlarning hammasi Sharq Turkiston inqilobchilarining Sharq Turkiston hukumatining o'zining orzusi bilan bo'lgan ish emas. U faqat shu inqilobga qurol-yarog', askariy va boshqa har jihatdan yordam berayotgan, uningga butun siyosiy jihatdan, harbiy jihatdan, moddiy va boshqa jihatlardan yordam berish bilan o'z ta'sirini tiklagan Sovet ittifoqiningki bir siyosiy o'yindan boshqa narsa emas. Shu vaqtdagi dunyodagi qudratli 3 cho'ng davlatning biri bo'lgan Sovet ittifoqiga tayangan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining uning ko'rsatmalari, uning ba'zi siyosiy jihatdagi fikr takliflari va boshqalarni rad qilish imkoniyati yo'q edi. Chunki o'zining ittifoqchisi shundoq bo'lganligi uchun uning ittifoqchisidan ayrilib qolishni albatta xohlamaydi. Sovet ittifoqimi, Stalin hukumatimi Sharq Turkiston inqilobchilarini Manas daryosi bo'yida to'xtab, Xitoy bilan tinchlik suhbati o'tkazishga qistishidiki, yana bir ko'rsatgan tarafi, sizlarning bu inqilobinglar buning bilan tugagani yo'q. Bu faqat inqilobning birinchi bosqichi. Birinchi bosqichi oxirlashdi, endi ikkinchi bir bosqichga o'tishlar, kurash yana bir boshqa yo'li bilan davomlashadi degan ko'rsatmani berishidan kelib chiqqan edi. Shu vaqtdagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumatining bosh kotibi bo'lgan Abdurauf Maqsum Ibrohimning men uning bilan o'tkazgan ko'p qitimliq suhbatlarida nima uchun 11 moddalik bitim tuzdinglar, nima uchun tinchlik suhbati o'tkazdinglar degan savolimga bergan javobi mana shunday edi. Demak, mana shu vaqtda toki 45-yili 10-oyda bu suhbatning natijasida suhbat o'tkazish natijasida inqilob davomli janubga kengayishdan to'xtab qoldi. Shuning bilan ili Tarbag'day 6 oydan iborat faqat 3 viloyatda Sharqiy Turkiston Jumhuriyati mavjud bo'lib turish vaziyati shakllandi. Ana shu 1945-yil 11-oyda G'oljada butun Sharqiy Turkiston yoshlarini inqilobiy tashkilotga uyushtiradigan, ularning inqilobiy ro'yini qo'zg'aydigan, ularni tashkillaydigan, ularni mustaqillik, azodlik urushida bir tayanch kuchga aylantirishni maqsad qilgan
Bütün Şarkı Türkistan Cumhuriyeti İnqilabçıl Yaşlar Teşkilatı namlıq teşkilat kuruldu. Elbette bu teşkilat G'uljuda kurulgan bolsa, onun nişanı bütün 7 vilayetini öz içine algan halda bütün Şarkı Türkistan territoriyasidagi yaşlarni inqilabga tashkillashidi. Elbette onun faaliyet merkezi G'ulju deydi. Mana şu vaqtida Şarkı Türkistan İnqilabçıl Yaşlar Teşkilatı. Yani onun dastlabki nomi bütün Şarkı Türkistan Cumhuriyeti İnqilabçıl Yaşlar Teşkilatı. Keyin qisqartılib bütün Şarkı Türkistan İnqilabçıl Yaşlar Teşkilatı deb atalgan. Şu özünün organ jurnalı bolgan Kurash jurnalini nashr qildi. Yani 1946 yılı 1. ayda dastlabki 1-2 soni qo'shma sonini nashr qildi. Shundan keyin bu jurnal her 2 ayda bir son chiqishga boshladi. Yani her 2 ayda bir son, yani qo'shma son shaklida chiqarilgan bo'lib, har bir jurnalninki umumiy bet soni shu 30 betdan 40 betgacha. Ba'zi chog'larda 30 necha bet, ba'zi chog'larda 40 necha bet atrofida bo'lgan. Uningdagi mazmun doirasi nihoyat keng bo'lib, she'r, siyosiy obzor maqolalari, tarix maqolalari, xalq masalalari, yoshlarni kurashga tashkillaydigan har xil chaqiriq, shuningdan Janub xalqining shimoldagi Ozod Sharqi Turkiston 3 viloyat xalqiga bo'lgan salimi, shuningdek Sharqi Turkiston Cumhuriyetidan kutadigan umidlari va boshqa arzu-armonlarga oid xatchaklari, shuningdek yana bu Xitoy taraf bilan Sharqi Turkiston tarafining o'tkazayotgan suhbatininki ahvoliga oid ma'lumotlar, hatto 46 yilning keyingi sonlarida Sharqi Turkiston hukumati bilan Xitoy markaziy hukumati orasida tuzilgan 11 moddalik bitimninki to'liq asl nusxasi va uningdan keyingi toki 46 yilning oxirisidan 48 yil 8 oyda to'xtag'icha bo'lgan oraliqdagi har turli maqolalar, xalq qahramonlari G'ani Batur, Sadir Palvon va boshqa nurg'unlagan baturlarga oid, ularning tarjimaliga oid adabiy asarlar va maqolalar qatorliq ko'p xil mazmunlarni o'z ichiga olgan. Bu jurnalning eng muhim alayidliklaridan biri uningda tarix maqolalarining Uyg'ur tarixi, Sharq Turkiston tarixiga oid maqolalarning ko'plab e'lon qilinishidir. Bu maqolalarning ko'pining manbasi Sovet ittifoqida shu vaqtda nashr qilingan turli gazet jurnallardan, shu vaqtdagi Sovet olimlari nashr qilgan kitoblardan elishga tayangan. Albatta G'uljudagi tarixchilarmi o'zlarini yozib chiqqan. Şu vaqtning o'zida Xitoy taraf bilan bu Sharq Turkiston Ahmedjon Qosim boshchilik Sharq Turkiston hukumati taraf vakillar orasida doim degidek tarixiy masalalarda talash tortish bo'lgan. Jiang Jijong boshliq Xitoylar bo'lsa, bu Xinjiang 2000 yilning oldida Han davrida bizning Jungoning yerimiz edi, 2000 yilning oldida bizning zaminimiz edi. Bu joyning bo'linish, bu joyning ayrim mustaqil bo'lish huquqi yo'q desa, Ahmedjon Qosimi qatorliqlar Sharq Turkiston 3-4 yillar ilgarilam Uyg'urlarning ajdodlari yashagan, Uyg'urlar paydo bo'lgan, gullangan zamin edi. Sharqiy Turkiston Xitoy tarafidan ishg'ol qilingan, besivilingan, mustamlik qilingan zimin, şunu bu joydagi xalqlarning mustaqil bo'lish, o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi bor degan fikrni o'ttirib qo'yadi. Bundaq tarixiy nuqtai nazar talash tortishlari, kurashlar doim degidek bo'lib turgan. Hatto Ahmedjon Qosimi bilan Jiang Jijong va boshqa Xitoy vakillari bilan bular orasidagi hukumatning yig'inlarida, suhbatlarida, har xil so'rovlarda bundaq tarixiy talash tortishlar doim bo'lib turgan edi. Demek bugün gündeki Xitayning Xinjiang Jungoning ayrılmaz bir qismi 2000 yılının oldidan Han davrdan tatib Jungoning zimini bo'lgan degan bu fikir bugün gündeki yangi narsa emas. Bu ana shu 40 yillarda Sharqiy Turkiston hukumati rahbarlari bilan Xitoy orasidagi talash tortishlarda o'tirg'i chiqqan, talash tortish qilingan, naq 100% talash tortish qilingan masala edi. Kurash jurnali ana shu temalarda ko'plagan maqolalarni e'lon qildi. Kurash jurnali amaliyotda Sharqiy Turkistondagi yoshlarning eng jangovar ideya fikr organi hisoblanadi. Yoshlar mening o'zining she'rlarini, maqolalarini mana shu yerda e'lon qiladi. Bu Kurash jurnalining sahifalarida shu vaqtdagi G'uljudagi Sharq Turkiston Cumhuriyetining yangi avlod shoirlari va bir qism peshqadam shoirlarning yozuvchilarining asarlari har sondagidek e'lon qilinib turadi. Buning ichida Xelil Amra, Tursun Qahari, Anvar Nasiri, Nur Busaqov, Alqam Axtam, Davud Turahmatov, shuningdek yana peshqadamlardan bu Zunun Qadiri, shu vaqtga nisbatan ham yesh cho'ngrog'i
ve başkalarının eserleri, şiirleri her bir sanda degidek çıkıp doğan idi. Şun Köreş jurnalının abroyu nayt yukarı idi. Köreş jurnalı Xitay Gomindan hükümralları Manas Daryası boyidagi chegara liniyasini qattiq qamal qilgan. Janubda bu Muzat tegini qattiq qamal qilgan sharoitda bu vaqtda Sharq Turkiston Cumhuriyeti bilan Xitay hükümralligidagi rayonning chegarasi, davlat chegarasi hisoblanadi bu rayonlar. Shu joydan maxfiy holda har xil usullar bilan İnqilobiy Sharq Turkiston gazeti, İttifaq jurnali, Yoshlar gazeti qatorliq har turlik Sharq Turkiston Cumhuriyetining 11 xil gazeti, 5 xil jurnalni yoshirin holda mana mushu chegaralardan o'tkazib janubga taqtatdi. Shu vaqtdagi inqilobchil yoshlar tashkilotining asosli plani janubda Qashqa, Aqsu hotellarda uni kengaytirish, uning organlarini qurish. Shu vaqtdagi Xitoy hukmronlari buni hisoblab chiqib, butun Sharq Turkiston inqilobchil yoshlar tashkilotining hozir butun Janubiy Shinjang va boshqa rayonlarni o'z ichiga olgan joylardagi odam soni, a'zo soni 300 mingga yetdi. Bular mana shu yo'l bilan hokimiyatni butunlay janubning hokimiyatini tortib olmoqchi deb qaragan. Shuning uchun ular Uyg'urlar ichidagi bu har xil ili tarafga, ya'ni Sharq Turkiston inqilobchilariga qarshi uningdagi fikr ixtilofi bor odamlardan, Xitoyparastlardan va boshqalardan foydalanib, ularni iliga qarshi ta'tir tashviqot qilishiga imkoniyat yaratib, mana shu jurnal va gazetlarning janubga kengayib, Sharq Turkiston mustaqillik ideyasining harakatining janubda umumyuzlik qo'zg'alishining oldini ana shunday taktikalar bilan to'sgan edi. Köreş jurnal 1948 yıl 8 ayda G'uljida Ahmetcan Qasim boshchiligida bu xalqchilikni va tinchlikni qo'g'dash ittifoqi nomli bir siyosiy partiya tashkilot qurilgandan keyin u bu jurnal vaqtincha to'xtab turishga majbur bo'ldi. Uning o'rniga bu O'yg'on gazeti, Olg'i gazeti, ittifoq jurnali nashr qilindi. Butun kuch ittifoq jurnaliga markazlashtirildi. Bunay çoğun bir mecmua idi. Her bir sanının bet sanı 250'den hatta 270-220 bet kişi bolgan çoğun bir mecmua. O vaqtda bütün Şarkı Türkistan'da fakat G'uljida aşındaq çoğun hacimlik jurnal çıqatdı. Qolgan joylarda hech qanday jurnal, undaq narsalar yo'q edi. Bu gazetlarmi butunlay Xitoy gomindag'inchilarning qo'li deydi. Endi Köreş jurnaliningki Sharq Turkiston yoshlarni uyg'otish, ularni kurashga chaqirish, tashkillashdagi rolining yana bir tarafi nada deganda uningdagi she'riyat. She'riyat nayt jangovar edi. She'rlar nayt kuchli edi. Nayt kuchli milliy ruh, mustaqillik, ozodlik ro'yi bilan to'lgan edi. Bu she'rlar janub xalq orasida yoshlar orasida keng tarqalib, she'rlarni yoshlar musiqalarga chelib o'rindaydigan maxfiy o'zaro o'tirishib diplomatiya qildigan shundaq vaziyat shakllangan. Shuning uchun buningdan qo'rqqan Xitoylar hatto janubda beshiga qizil do'ppi kiygan, g'ulji do'ppisi kiygan har qanday odamni tutishga buyruq chiqargan. Shuning g'ulji janub taraflarda hech qanday kishi beshiga bir do'ppi kiyolmay, g'ulji do'ppisini, qizg'uch do'ppini kiyolmaydigan bir vaziyat shakllangan edi. Afsuski 1949 yılının oxirisida Sharq Turkiston inqilobiy hukumati rahbarlaridan Ahmetcan Qasimi, general Issaqbek, armiya qo'mondoni qatorliq bu hukumat apparatining Sovet ittifoqi territoriyasida yo'q qilinishi bilan Sharq Turkiston ikkinchi qadamda Xitoy kommunistlarininki ishg'ol qilishiga uchradi. Buningdagi asosliq hal qilg'uch kuch Stalin Sovet hukumati edi. Sovet hukumati agar to'sqinlik qilgan bo'lsa, yo'l qo'ymagan bo'lsa, Xitoy kommunistlarining Sharq Turkiston qo'shin tatib kiralishi mumkin emas edi. Ana shu Stalinning 1949 yil 6-oyning 27-kuni Moskvada Liu Shaochi boshliq Xitoy kommunist vakillari bilan ko'rishgandan keyin uningga Sharqiy Turkistonni tez ishg'ol qilish haqidagi bergan taklibi deyildi. Amaliyotda bir buyruq deb tushunsakmi bo'ladi. Shuning sharti bilan Moskvaning qat'iy qarori bilan Xitoy kommunistlari Sharq Turkistonga oxir qo'shin kirgizish imkoniyatiga ega bo'ldi. Buningga qarshi bo'lgan, buningga to'sqin bo'lgan eng chong kuch Ahmetcan Qasim boshliq Sharq Turkiston inqilobchilari edi. Ani ularni boshqa xil usul bilan bir taraf qilish bilan 49-yilning 10-oyidan boshlab 12-kuni Xitoy qo'shinlari Shingsha, ya'ni Arı yo'ldozidan o'tib Sharq Turkistonga kirishga boshladi. Sharq Turkiston deyilganda butun Sharq Turkiston, ya'ni 3 viloyatlari doirasidagi Sharq Turkiston Cumhuriyeti emas.
Albatta 3 viloyat da'vasidagi Sharqiy Turkistonga faqat Cumhuriyetiga 50-yili 1-oydan boshlab qo'shinlar kirishga boshlagan. Uninggacha bo'lgan qolgan 7 viloyatni egallab bo'lgan, ammo Ozod Sharqiy Turkiston territoriyasi bo'lgan 3 viloyat rayoniga faqat 49-yili 50-yili 1950-yili 1-oyning 13-kun dastlabki bir polk mushu Kura atrofiga kelib o'rinlashgan. Mana shuningdan boshlab hisoblandi. Onungacha taki 6 yilgacha hech qanday Xitoy millatiga tabi bo'lgan qo'shin Manas daryosining g'arbiga kiraligan emas. Manas daryosining sharqiy Xitoyning qo'lida, g'arbi Sharqiy Turkiston hukumatining qo'lida bo'lgan. Ikki tarafda ikki bayroq lapildigan. G'arbida oy yulduzliq Sharqiy Turkiston davlat bayrog'i, sharqida Gomindangning Xitoy Jumhuriyatining bayrog'i lapildigan. 50-yildan keyin mana bu vaziyat o'zgartirilgan. Kurash jurnali mana shu 44dan 49ning oxirigacha davomlashgan Sharqiy Turkiston inqilobining yorqin bir ifodasi, natijasi, uning qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlarining biri deb tushunsak bo'ladi.